Anlayatqanыңlar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlı eser. 77. bab Esirler doğrusunda kengişiş. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye qaytib kelgenden keyin esirler doğrusunda sahabeler bilen maslahatlaştı. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu: "Ey Resulullah, bular bolsa senin peygamberlikinge işenmegen, sana karşı uruş kılgan, seni yurtungdan haydap çıkarganlar. Meningçe palany tuqqanymny maňa ber. Onu men öldürey. Hamzige qırındışı Abbas'ını ber. Onu özü öldürsün. Ali'ge qırındışı Uqayl'ını ber. Onu özü öldürsün. Şunun bilen başqalar bizlerde müşriklarga qarata mehr şefqat yo'qligini bilsin. Meningçe esirlerning hammasi öldürülüşü gerek. Bular Quraysh qabilesining başliqlari ve katillari," dedi. Sa'd ibn Muaz bilen Abdullah ibn Ravaha bu fikirge qoşuldu. Ebu Bekir mundaq dedi: "Ey Resulullah, bular bolsa senin öz cemaatın ve kavmin. Allah sana nusrat ata qılıp ulardan galip qıldı. Meningçe ularni öldürmey tölem elip qoyup bersen, ulardan elingan mal kafirlarga qarşı turuşumuzda bizning kuch quvvatimizni aşırıdı. Allah ularni sen arqali hidayet qılsa, ular sana yer yülek buluşu mümkün," dedi. Peygamber aleyhisselam: "Allah bazı kişilerinin ko'nglini süttin mi yumuşak kılıdı, bazı kişilerinin ko'nglini taştan mı qattiq kılıdı. Ey Ebu Bekir, sen dili yumuşaklıkta İbrahim'e o'xshaysan. İbrahim mundaq degan edi: kimki maňa ergeşse o mening dinimdedir. Kimki maňa asilik qılsa, sen elbette nihayeti mağfiret qılgıçı ve nihayeti mehribandırsan." Sure İbrahim 36. ayetinin bir kısmı. Ey Ömer, sen xuddi Nuh'a o'xshaysan. Nuh kafirlarga beddua qılıp mundaq degan edi: "Ey Rabbim, yer yüzüde kafirlarning birini mi qo'ymagin?" dedi. Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir bilen Ömer'ni maqtagandan keyin Ebu Bekir'ning fikriga qo'shildi. Çünkü ikkilesining maqsadi o'xshash bo'lib, islom dinini kuchlantirish, mushriklarni mag'lub qilish edi. Peygamber aleyhisselam sahabalariga: "Sizlar hozir kambag'al, şuna asirlarning hech birini to'lam olmay turib qo'yatmanglar," dedi. Quraysh xalqi Peygamber aleyhisselamning asirlarni bir taraf qilish to'g'risidagi qaroridan xabar topdi. Ular Badr urushida o'lgan kishilar uchun bir oy yig'izori qilishgandan keyin ularning cho'nglari dushmanga kulki bo'lmasin deb taki intiqom olmoqcha o'lganlarga yig'lamaslik qaroriga kelishdi. Ve Müslümanlar tölemni ko'p talab qilmasin deb asirga tushgan odamlarni to'lam berib qutqizib olishga oldirib ketmaslikni tavsiya qilishdi. 78. bab Asirlarni to'lam bilan qutqizib olish. Mutallib ibn Abi Vada as-Sahmi mushriklarning tavsiyasiga qaramay Medine'ye yoshirin kelib 4000 dirham berib dadasini asirlikdan qutqizib oldi. Bu çağda Quraysh müşrikleri bir asir üçün 1000 dirhemden 4000 dirhemgacha pul berib asirlarini qutqizib olishga boshladi. Pul yo'q, lekin o'qishni, yozishni biladiganlar Madinaliklarning bolalaridan 10 balani savodliq qilib qo'yish badaliga ozod qilindi. Asirlardan tövendeki bir turkum kishilar ustida to'xtalib o'tamiz. Amir ibn Abu Sufyan Ebu Süfyan'dan tölen berip oğlu Emir'ini qutqizib olish talab qilinganda u bosh tortib: "Allah bilan qasam qilaman ki Muhammadga tölen berip oğlumni qutqizib olmayman. Oğlumni nima qilsa qilsin," dedi. Ebu Süfyan Mekke'ge Beytullah'ni tavaf qilishga bargan Sa'd ibn Nu'man al-Ansariyni ko'rib qilib, öz oğlu Emir'ning badaliga uni tutib olib solab qo'ydi. Peygamber aleyhisselam bunundan haber tepip Ebu Süfyan'ın oğlu Emir bilen Sa'dni almashtırdı. Ebul As ibn Rabi. O Peygamber aleyhisselamның kızı Zeynep'nin eri idi. Peygamber aleyhisselam qudu bolgan çağda Ebul As'ның yaxshi gepini qilgan.
Peygamber aleyhisselam bilen Kureyşler arasında düşmanlık küçeygende Mekkelikler Ebul As'tın Ebu Leheb'nin iki oğluğa okşaş Peygamber aleyhisselamның kızı Zeynep'ni talak kılıp etişini talep kılganda Ebul As onamay Allah bilen qasam kılımen ki xotunumni qo'yib etmeymen Kureyş bo'yicha hech xotunni onunğa tan qilmayman degan edi. Abul As əsirgə düşkəndə Zeynep onu qutquzub biliş üçün toy kichisi anası Xədicə onun boynuğa esib qoyğan monçaqni Peyğəmbər əleyhissalamğa əvətdi. Peyğəmbər əleyhissalam bu monçaqni görüb Zeynepkə nəhayət iç ağrıtıb sahabelərə Abul Asni qoyub berib monçaqni Zeynepkə qaytarıb bersanglar qandaq bolar dedi sahabelərə qoşuldu. Peygamber aleyhisselam Zeynep'nin Medine'ye köçüp kelişige Ebul As'ның ruhsat qilishi şartı bilen onu koyup berdi. Ebul As Mekke'ye qaytib berip Zeynep'nin dadısının qışığı ketişige ruhsat qildi. Peygamber aleyhisselam adam evetip Zeynep'ni Medine'ye qaytırıp ekilip aldı. Ebul As Mekke pəti qilishning aldıdırak Müslüman bulgan edi. Bu çağda Zeynep Ebul As'a burunqı nikah boyunca qaytırıp verildi. Suheyl ibn Emir o Kureyşlerinin fasahatlik natıqlarından idi. Lekin Müslümanlığa azar beretti. Ömer ibn Hattab ey Resulullah meni kuyvet Suheyl'nin iki çişini soğurup alay. Hiç qandaq jayda zadı senin ziyningga söz qilmasin dedi. Peygamber aleyhisselam kişinin bedenini naka qilmayman. Naka qilsam Peygamber buluşumga qaramay Allah meni naka qılıdı. Kelgüsüde Suheyl İslam'ның paydasıga söz qilishi mumkin dedi. Mikraz ibn Habs Suheyl ibn Emirni əsirge algan adam bilen Suheyl üçün beriladigan tölemning miqdarini kelishgandan keyin Suheyl qo'yib beriladigan, lekin onun tölem haqqi kelgüçe onun o'rniga Mikraz tutib turiladigan bo'ldi. Allah Teala Peygamberimizning Suheyl doğruluk aldın ala qilgan sözünü işqa aşırdı. Peygamber aleyhisselam vafat bo'lgandan keyin qari xalqiga o'xshashla Mekke xalqini islom dinidan yenib olmoqchi bo'lganda Suheyl o'rnidan turib Allohga hamd va sana Peygamber aleyhisselamga durud o'qigandan keyin mundaq dedi. Ey xaloyiq, kimki Muhammadga ibodat qilmoqchi bo'lsa, Muhammad o'ldi. Kimki Allah'a ibadet kılıdiken Allah hayat ölmeydi. Allah'ın mono sözünü bilmemsele. Ey Muhammed sen hakikaten vefat bulusen. Olar mı hakikaten ölüdü. Allah yine mındak degen. Muhammed fakat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötken. O vefat bolsa ya ki öldürülse sizler imandan yeni olamseler. Azbirayı Xuda, men iniq bilemen ki İslam dini quyosh nuriga o'xshash hamma yerga tarqaladi. Abu Sufyanga aldanmanglar. Abu Sufyan İslam dinining haqligini mendekla iniq biladi. Lekin o hasad qilib shundoq qiladi. Rabbinglarga tavakkul qilinglar. Allah'ның dini davomlashidir. Allah'ның so'zi haq. Allah'ның tarafını algan kişiye Allah medet beridi. Allah dinini küçeytidi. Allah silahını ittifaklaştırgaçqa hemminlardan artıq bulgan Ebu Bekir'ini Peygamber aleyhisselamның halifesi qilib sayladыңlar. Bunun bilen İslam dini teximi küçeydi. Kimki murtad bo'ladigan onun kallasını alımız. Şunun bilen kişiler murtad buluş niyetlerinden qaytışdı. Peygamber aleyhisselamның Suheyl haqqida qilgan sözü onun möcüzlerinden sanıldı. Valid ibn Validni Halid bilen Hisham tölen berip qutquzib aldı. Valid Mekke'ye qaytib kelip Müslüman boldu. Onunğa tölen berishten ilgiri Müslüman bolsan bolmaz mıydı? Deyilgende o kişiler meni qorqib Müslüman boldu demisin dep şunda qildim dedi. Validning Medine'ye hicret qilishig'a qarindoshlari qo'ymag'anlikdan Peygamber aleyhisselam Beytullahni tavaf qilishga borganda Valid uning yoniga qochib keldi. Saib ibn Yazid o mushriklarning Badr urushidagi alamdori edi. O tölen berib asirlikdan qutuldi.
O İmam Şafii Muhammed İbni İdris'nin 5. buğusu idi. Vahbi İbni Umeyr el-Cumahi. Vahbining dadisi Umeyr bolsa Qurayshning shayatinlaridan bo'lib, Payg'ambar alayhissalomga ko'p azar kulfat qiladi. Bir kuni u Safvan ibn Umayya bilan Badr urushida boshlariga kelgan musibatlarni eslashdi. Umeyr: "Alloh bilan qasamki, hozir berolmayotgan qarzim va mendan keyin och qolarmikin deb ansirayotgan balvoqlarim bo'lmagan bo'lsa, Madinaga berib Muhammadni o'ldirib o'tib kelatdim. Mening o'g'lim ularning qo'lida asir turibdi" dedi. Safvan uningga: "Undoq bo'lsa, qarzingni va balvoqlaringni men ustimga olay" dedi. Umeyr qilichini bilib, zahar bilan sug'urib, otlanib Madinaga keldi. Hazreti Ömer bir turkum musulmonlar bilan o'ltiradi. U Umeyrning qilich asqan holda kirib kelayotganligini ko'rib, "Allohning dushmani, bu it yomon niyat bilan keldi" dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalomga: "Allohning dushmani Umeyr qilich esib kepti" deb xabar qildi. Payg'ambar alayhissalom Hazreti Ömerga uni elib kirishni aytdi. Ömer uning qilichini g'alafidan tutgan holda elib kirdi. Payg'ambar alayhissalom Ömerga "Uni qo'yvat" dedi va Umeyrni yaqin kelishga buyurdi. Umeyr yaqin kelib, "Atigininglar xayrlik bo'lsin" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Bizga Alloh sening salomingdan yaxshiroq bo'lgan assalomu alaykumni almashtirib berdi" dedi. Va Umeyrning nima uchun kelganligini so'radi. Umeyr: "Qo'linglardagi asir uchun keldim. Onunga yaxshilik qilsanglar" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undoq bo'lsa, nimishqa qilichingni olib kelding?" dedi. Umeyr: "Qilichni Alloh urusin. Qilich bizga asqatmadi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Rostingni ayt. Zoda nimishqa kelding?" dedi. Umeyr: "Asir to'g'riliq keldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undoq emas. Sen Safvan bilan toshda o'ltirib, mundoq gaplarni qilding emasmi?" dedi. Umeyr: "Sening osmondan so'zlaganingga va sana tushgan vahiyga ishonmagan edik. Safvan bilan so'zlashgan yerda biz ikkimizdan g'ayri odam yo'q edi" dedi. Payg'ambar alayhissalom sahobalariga: "Qarindishinglar Umeyrga diniy ahkam va Qur'on o'gitinglar, asrni qo'yib biringlar" dedi. Umeyr Makkaga qaytib berib, musulmon bo'lganligini jakarladi. Abu Aziz ibn Umeyr. U Mus'ab ibn Umeyrning qarindoshi bo'lib, Abu Azizni onasi 4000 dirham berib qutqizib oldi. Abbas ibn Abdulmutallib. U Payg'ambar alayhissalomning tog'asi bo'lib, Badr urushiga noiloj chiqqan edi. Abbas asirga tushgandan keyin uningga va qarindoshi Uqaylga to'lam bersa qo'yib beriladiganligi uqtirildi. Abbas: "Biz urushga majburiy chiqqan tursak, nimishqa to'lam berar ekanmiz?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ko'rinishda dushmanlar safida bo'lding emasmi?" deb Abbasdan va Uqayldan to'lam oldi. Abbas Payg'ambar alayhissalomga: "Meni Qurayshlarning ichida umrlik kambag'al qilib qo'yding" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Nimishqa undoq bo'lsin? Sen bu yerga keladigan chaqingda Ummu Fazlining yanida nurg'un mollarni qo'yib, men o'lib ketsam, boyliqim sana qoladigan bo'ldi demedingmi?" dedi. Abbas: "Alloh bilan qasamki, buni hech odam bilmaydi" dedi. Payg'ambar alayhissalomning Abbosga qilgan bu muomalasi adolatlik va barobarlikning eng yuqori darajasi edi. Payg'ambar alayhissalom tog'asining majburiy chiqqanligini bilib turibmi, uni kechirmadi. Vaholanki tog'asidan boshqa rost kambag'al bo'lgan bir to'p kishilarni kechirim qildi. Adolat degan shundoq bo'ladi. Buning ajablanarligi yo'q. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey mu'minlar, o'zinglarning yoki ota-onanglarning
ve tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdimi, ularning boy yoki faqir bo'lishidan qat'iy nazar adolatda ching turinglar. Allah rozi bo'lgudek guvohlik beringlar deb ta'lim bergan axloq ashundoq edi. Shoir Abu Azza al-Jumahi u Makkadagi chaqda payg'ambar alayhisalomga qattiq azor beradi. Asrga tushgandan keyin: "Ey Muhammad, mening faqir, balavoqiliq, hojatmand kishi ekanligimni bilasan. Menga kengchilik qilsang" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga iltifot qilib kengchilik qildi. 79-bob to'lam to'g'risida Allohning koyishi. Asrlardan to'lam elinib bo'lgandan keyin Alloh bu to'g'rida mono oyatlarni nozil qildi. Har qanday payg'ambarga zaminda dushmanni ko'proq yo'qotmay turib, to'lam elishni ko'zlab asrga elish loyiq emas edi. Ey mu'minlar, sizlar dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Allah bo'lsa sizlarga oxirat savobini ko'zlaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның ilgiriki hükmü bo'lmagan bo'lsa edi, fidiya alganlıqыңlar üçün albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Sura Anfal 67-68 oyatlar. Allah Taala Allah'ның yo'lidan man'i qiladigan, islom dinining tarqilishiga to'sqinlik qiladigan asrlarni o'ltirmay, to'lam ilib qo'yib berishni man'i qildi. To'lamdan iborat pul molni tanlaganligi uchun ba'zi musulmonlarni aybladi. İctihat qiluvchining maqsadi to'g'ri bo'lsa, ijtihodi xato bo'lsa-mu, Allohning uni jazolamaslik to'g'risidagi hukmi bo'lmagan bo'lsa edi, ular Allohning azobiga duchor bo'ladi. To'g'ri niyat bilan ilingan to'lamni Alloh musulmonlarga halol qildi. Mana bu payg'ambar alayhisalomning rost payg'ambar ekanligini ko'rsatib beradigan eng kuchli dalillarning biridir. Agar payg'ambarlik Alloh tarafidan bo'lmagan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom ko'pchilik sahobalarning fikri bo'yicha ijro qilgan to'lam elish masalasi uchun o'ziga o'zi qoyilmagan bo'ladi. Allah niyati yaxshi asrlarga ulardan ilingan to'lam uchun savob berishni va gunohlarini mag'firat qilishni va'da qilib, Qur'onda mundoq dedi: "Ey payg'ambar, qo'linglardagi asrlarga aytqinki, agar Allah dilinglarda biror yaxshilikning borligini bilsa, sizlarga o'zinglardan ilingan fidiydan yaxshiroq narsani beradi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir." Sura Anfal 70-oyat. Allah Badr urushi orqali islom dinini g'olib qildi va musulmonlarni kuchlantirdi. Mushriklikka qattiq zarba berdi. Uvusini vayron qildi. Musulmonlarning soni az, düşmanlarning soni ko'p bo'lib turuqliq shundoq bo'ldi. Düşmanlar qurol-yarog' tayyorlik jihatlardan shuncha kuchlik va son jihatdan shuncha ko'p turuqliq, yana musulmonlarning g'alaba qilishi Allohning islom dini va musulmonlarga ko'rsatgan iltifotining ochiq alomati edi. Allah Taala Badr g'alabasidan iborat ne'matini musulmonlarga bayon qilib, Qur'oni Karimda mundoq dedi: Badr urushida sizlarning kuchinglar ojiz bo'lsa-mu, Allah sizlarga nusrat ato qildi. Shunga shukr qilish yuzasidan sizlar Allohdan qo'rqinglar. Sura Ali Imron 123-oyatning bir qismi. Badr urushi musulmonlar elib borgan eng chong urush edi. Buning bilan islom dini ustunlikka ega bo'ldi. Islom nuri atrofni yuritdi. Badr urushida Qurayshlarning cho'nglaridan islom diniga eng o'ch bo'lgan bir turkum kishilar o'ldirildi. Boshqa arablarning diliga qo'rqinch tushdi. Musulmonlarning hayvisi oshdi. Ulug' Allohning bu iltifotiga shukr qilishimiz, payg'ambar alayhisalomga va musulmonlarga bergan bu ne'matini eslashimiz lozim. 80-bob Qaynuqa urushi. Bir kishining ikki dushmani bo'lib, u bir dushmani ustidan g'alaba qilsa, ikkinchi dushmanining beshiga g'am tushib, o'g'isi qaynab, oqibatining nima bo'lishiga qaramay dushmanlikni oshkorlashi turgan gap. Badr urushi g'albalik oyoqlashgandan keyin Bani Qaynuqa yahudiylarining musulmonlar bilan bo'lgan munosabati ana shundoq bo'ldi.
Ular musulmonlar bilan qilishgan va'dasidan yana bilib, dushmanlikni oshkorladi va ansarlardan bir ayolning mo'mosini deb sanda qildi. Bu hal musulmonlarni ulardan ehtiyot qilishga, Madinada musulmonlar bilan dushmanlar orasida urush yuz bergan chaqlarda Yahudilarga ishonishga bo'lmaydi degan tunishga olib keldi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu oyatni nozil qildi. Agar sen biror qavmning kelishimga vafosizlik qilishidan ansirasang, ularning kelishimini o'ziga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Alloh haqiqatan vafosizlarni do'st tutmaydi. Sura Anfal 58-oyat. Payg'ambar alayhisalom Yahudilarning boshliqlarini chaqirib, ularni xiyonatning oqibatining yaxshi bo'lmaydiganligidan ogohlantirdi. Ular: "Hey Muhammad, Badr urushidagi g'albangdan ko'ranglab ketma. Quraysh xalqi bo'lsa, urush qilishni uqmaydigan xalq. Biz bilan urushsang, ondan bizning kimligimizni bilasan", dedi. Bani Qaynuqa Yahudilari batur edi. Bu chaqda Alloh taolo Qur'ondagi bu oyatni nozil qildi. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinasizlar va oxiratda jahannamga to'planasizlar. Jahannam nima degan yomon joy? Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri ko'ziga musulmonlar o'zlaridek ikki barobar ko'rinib ketgan kafirlar guruhidir. Alloh xohlagan kishini yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Sura Ali Imron 12-13-oyatlar. Bu chaqda Hazrat qabilasining boshliqlaridan biri bo'lgan Uboda ibn Samit Bani Qaynuqa Yahudilaridan ittifoqdoshlik munosabatini uzdi. Abdullah ibn Ubay bo'lsa, davrining o'zgarishidan qo'rqaman deb Bani Qaynuqa bilan bo'lgan ittifoqdoshligida chang turdi. Alloh musulmonlarga ta'lim berib, Qur'onda mono oyatlarni nozil qildi. Ey mu'minlar, Yahudi va Nasaralarni do'st tutmanglar. Ular bir-biriga yaqindir. Sizlardan kimki ularni do'st tutadigan, umu ani shulardan sanaladi. Allah yaman ish qilgan qavmni haqiqatan hidoyat qilmaydi. Dillarida kasallik barlarning, ya'ni munofiqlarning bizga biror falokatchilik kirib qolmasin deb Yahudilar va Nasaralar bilan do'st bo'lishga aldirayotganligini ko'rasan. Allah yaqinda musulmonlarga g'alaba ato qiladi yoki biror hukmni maydonga keltirdi-da, dilida kasali barlar ularni ko'nglida yushirin do'st tutganligi uchun nadomat chekadi. Sura Maida 51-52-oyatlar. Bani Qaynuqa Yahudilari dushmanligini oshkorlab, qo'rg'onlariga ching bekinib olgan edi. Payg'ambar alayhisalom mushiyili Shavvol oyining o'ttirlarida ularga qarshi atlandi. Alamni tag'isi Hamza ko'tardi. Madinada o'rniga Abu Lubaba al-Ansariyni qo'ydi. Bani Qaynuqa Yahudilarini 15 kun muhosara qildi. 81-bob Qaynuqa Yahudilarining ko'chib ketishi. Qaynuqa Yahudilari musulmonlarga taqobil turolmaydiganligini bilib, qo'rqqandan keyin Payg'ambar alayhisalomdan bola chaqalarini ilib Madinadan ko'chib ketishga yo'l berishni, mol-mulklarini musulmonlarga qoldirishni so'radi. Payg'ambar alayhisalom ularning talabini qabul qilib, ularning ko'chishiga Uboda ibn Samitni mas'ul qildi va ularga 3 kunlik muhlat berdi. Ular Azraot degan joyga ko'chib ketdi. 1 yil o'tmay ularning hammasi halok bo'lib tugadi. Payg'ambar alayhisalom ularning mol-mulkini 5 hissiga bo'ldi. Payg'ambar alayhisalomning qish aqrobalariga tegishli bo'lgan hissini Hoshim jamoati bilan Mutallib jamoatiga berdi. Abdushams jamoati bilan Navfal jamoatiga bermadi. Buning sababi so'ralganda Payg'ambar alayhisalom Hoshim jamoati bilan Mutallib jamoati islom dinidan ilgari va keyin mushundoq bir butun edi deb qo'lining barmoqlarini bir-biriga kirishtirib ko'rsatdi. 82-bob Saviq urushi.
Ebu Süfyan xafa edi. Çünkü o oğlu ve yakınları öldürülgen Bedir uruşuda yok idi. Ebu Süfyan Muhammed Aleyhisselam bilen uruşmağıca beşiğe su tekkizmeslikке qasam qildi ve qasamini urulash uchun 200 kişilik qo'shin bilan Medinaga atlandi. O Medinaga yaqinlashganda Bani Nazir Yahudilarini musulmonlarga qarshi qo'zg'ab, ulardan foydalanish uchun ularning boshlig'i Huyay ibn Akhtab bilan uchrashmoqchi bo'ldi. Huyay Abu Sufyan bilan uchrashishni xohlamadi. Ondan Abu Sufyan Salam ibn Mishkam bilan uchrashib, hech natija chiqarolmay uning yonidan qaytib chiqdi ve Medine'ge bir qancha odamni avatib, bir qism xurma daraxtlarini ko'ydiribdi. Ensarlardan bir kishiga uchrashib qilib, uni o'ldirdi. Payg'ambar alayhissalom ahvoldan xabar topib, Medinada Bashir ibn Munzirni o'z o'rniga qo'yib, Zulhajja oyining 5-kuni sahobalardan 200 kishini agashtirib, Abu Sufyanni qo'g'lab chiqdi. Abu Sufyanlar qochib ketganlikdan orqasidan yetolmadi. Müşrikler yüklerini inekletip, tez kaçış için talqan qaçılangan tolumlarını taşlap kaçtı. Bularını Müslümanlar ganimet aldı. Şuna bu uruş Saviq, talqan uruşu deb ataldı. 83. bab Heyt namazı. Bu yili Allah İslam dünyasıga ulug' Heyt namazını o'qishni belgiledi. Bir yurtning musulmonlari Heyt namozi orqali qarindoshlik, do'stlikni kuchaytirdi. Ro'za Heyt, Qurbon Heyt kunlari bir yerga jam bo'lishib, diniy aloqani mustahkamlaydi. Payg'ambar alayhisalom musulmonlarni bir yerga yig'ib, 2 rakat namoz o'qib, musulmonlarning ittifoqini chingitish, dushmanini yengishga Allohdan yordam berishini so'rab iltijo qiladi. Ondan xutba o'qib, ularni ittifoqlikqa rag'batlantiradi. Qilishga tegishlik ishlarini eslatib o'tadi. Ondan musulmonlar bir-biri bilan qo'l ilishib ko'rishadi. Ro'za Heytda fitr sadaqasini beradi. Qurbon Heytda qurbonlik qiladi. Bütün musulmonlar xushallikqa jo'madi. Alloh taoladan bizni ittifoqlashtirishni va burunqi musulmonlarning ishlariga bizni muvaffaq qilishini so'raymiz. 84. bab Ali'nin Fatime'ye uylenişi. Bu yili Ali, Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Fatime'ye uylendi. Ali 21 yaşta, Fatime 15 yaşta idi. Resulullah'ın nesli Fatime'nin balaları Hasan, Hüseyin ve Zeynep'lerden tarqalgan. 85. bab Hicriye'nin 3. yili. Allah'ın hükmü boyunca bedbaxt odam hamon baxtsiz bo'ladi. Hech narsani sezmay, suiqasdni qilgan, xiyonatni shu orqali oladi. O'lguncha yomonlikni tashlamaydi. Bani Nazir qabilasining boshlig'i Yahudi Ka'b ibn Ashrab musulmonlarni nihoyatda o'chkiradi. Hatto qilchi taptartmasdan Quraysh mushriklarini Payg'ambar alayhisalomga qarshi urush qilishga kuch ko'rsatdi. Payg'ambar alayhissalomni she'r yozib vazifa qiladi. Musulmonlar orasida dushmanlik tug'dirishga tirishadi. Payg'ambar alayhissalom ishni tuzagan sari bu badbaxt ishni buzib turadi. 86. bab Ka'b ibn Ashrabning o'ldirilishi. Ka'b ibn Ashrab musulmonlarning Badr urushidagi g'alabasini putquldirib bağlaqliq turgan asirlarni ko'rgandan keyin Quraysh mushriklarining yoniga berib o'lganlarga yig'ladi. Mushriklarni musulmonlarga qarshi urush qilishga kuch ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom Ka'b ibn Ashrab Allohga va menga azor yetkazib Onunğa kim tetiydi? Dedi. Ensarlarning Aws qabilasidan Muhammad ibn Maslama Ka'bni o'ltirishimni xohlamsan deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom ha deb javob berdi. Ibn Maslama undoq bo'lsa Ka'bni jaylab o'tishimga ijozat qilgin va uni ishontirishim uchun mening ba'zi yolg'on so'zlarni qilishimga ruxsat qilgin dedi. Payg'ambar alayhisalom ruxsat qildi.
İbn Mesleme 4 kishini hamroh qilib, Ka'bning oldiga kelib, Rasululloh haqida: "Bu odam bizdan to'la i'ona so'rab, pullarimiz tugadi. Sendan qarz so'rab keldik", dedi. Ka'b: "Oningdan zirkisizlar demadimmi?" dedi. İbn Mesleme: "Oningga agishibdiq. Hozircha tashlab o'tmay turayli. Uning keyingi ahvoliga qarab bir ish qilarmiz. Bizga bir yoki 2 tuga xorma qarz bergin", dedi. Ka'b: "Bo'ladi. Lekin menga bir narsani ko'ra qo'yishinglar kerak", dedi. İbn Mesleme: "Nimani ko'ra qo'yishimizni xohlaysan?" dedi. Ka'b: "Ayollaringlarni qo'yinglar", dedi. İbn Mesleme: "Sen Arab ichida eng chiroyli odam tursang, qandoqmi ayollarni qo'yg'ili bo'ladi?" dedi. "Undoq bo'lsa, o'g'illaringlarni qo'yinglar", dedi. İbn Mesleme: "Bir 2 tuga xorma uchun o'g'illarini go'raga qo'ydi deb boshqalar bizni tillaydi. Bu biz uchun ayib. Sana qurollarimizni go'ra qo'yayli", dedi. Ka'b buningga ma'qul bo'lib, kechida kelishga va'dalashdi. İbn Mesleme Ka'bning emildosh qarindoshi Abu Naila qatorliq 4 kishi bilan Ka'bning uyiga bordi. İbn Mesleme Ka'bni to'ladi. Ka'b chiqmoqchi bo'lganda ayoli: "Sen dushmanlik odam tursang, bu chog'da nega borasan?" dedi. Ka'b: "İbn Mesleme mening qarindoshimning o'g'li. Abu Naila bo'lsa emildosh qarindoshim bo'ladi. Mard odam kechada jangga chaqirilsa-mu bosh tortmaydi", dedi. İbn Mesleme hamrohlariga: "Ka'b chiqqanda men uni furg'on bo'lib chechidan tutaman. Beshini obdan tutib olganimdan keyin sizlar uningga qilich silinglar", dedi. Ka'b qilichini osgan holda chiqdi. Uning badanidan iforning hidi kelib turadi. İbn Mesleme: "Bugünkidek xushbo'yliqni ko'rmagan edim. Beshingni furib olishimga ruxsat qilsang", dedi. Ka'b beshini tutib berdi. İbn Mesleme uning beshini furg'on bo'lib tutib olgandan keyin "O'ltiringlar", deb to'lidi. Sheriklari Ka'b ibn Ashrafni o'ltirdi. Allah uning yomonligidan musulmonlarni qutqizdi. Ka'bning o'ldirilganligi payg'ambar alayhissalomga yetkazildi. Bu badbaxt shu yili Rabiul avval oyida o'ldirildi. Payg'ambar alayhissalom biror boshliqning suiqasdlik harakati va urush qilish yomon niyati borligini bilib qolsa, odam avatib uni ujuqtirib o'tadi. Yahudi Abu Afak Ka'b ibn Ashrafga o'xshash o'sal odam bo'lg'achqa Rasululloh tarafidan ujuqtirib o'tilgan. 87-bob G'atfon urushi. G'atfon qabilasidan Bani Salaba va muharib urug'larining Do'sur ismli boshliqining yetakchiligida Madinani talon-taroj qilmoqchi bo'lganligi payg'ambar alayhissalomga anglandi. Ularning tajovuzining oldini olish uchun payg'ambar alayhissalom Rabiul avvalning 12-kuni 450 nafar odam bilan Madinadan atlandi. Madinada o'rniga Osmon ibn Affonni qo'ydi. Dushmanlar payg'ambar alayhissalomning otlanganligini anglab, qechib tog'larning cho'g'ilariga chiqib oldi. Musulmonlar yurish qilib, Zo'amri degan suvning bo'yiga kelib tushdi. Payg'ambar alayhissalom yomg'irda ho'l bo'lib ketgan kiyimlarini silib o'tib, bir tup daraxtning ostiga kelib dam olib o'tadi. Musulmonlar dam olish uchun tarqalib ketgan edi. Bu chog'da Do'sur payg'ambar alayhissalomni ko'rib qilib, tog'dan tushib, qilichini payg'ambar alayhissalomning beshiga tanglab: "Hey Muhammad, seni mendan kim qutqizib olaydi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh qutqizadi", dedi. Shuning bilan Do'surni sur besib, qo'lidan qilich tushib ketdi. Payg'ambar alayhissalom qilichni qo'liga olib, Do'surga: "Seni mendan kim qutqiza olaydi?" dedi. Do'sur: "Hech odam qutqiza olmaydi",
dedi. Peygamber aleyhisselam onu keçirdi. Şunun bilen do'surup musulmon bo'lib, qavmini musulmon bo'lishga da'vat qildi. Allah do'surining Peygamber aleyhisselamni o'ch ko'radigan va kishilarni Peygamber aleyhisselamga qarshi urushga qo'zg'aydigan dilini Peygamber aleyhisselamni suyadigan va kishilarni islomga undaydigan dilga o'zgartdi. Mana bu Allah'ning xohlagan kishiga ato qiladigan fazilatidir. Yaxshi muomala, muloyimlik va rahimdillikning natijasi mushundoq bo'ladi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah doğruluk mındak degan. Allah'ның rahmeti bilen sen olağa mulayim buldun. Eğer kopallık, bağrı qattiqlik qilgan bolsan, ular elbette çöreğinden tarqılıp ketadi. Ularni afu qil. Ular üçün mağfiret tiligin. İşte ular bilen kengashgin. Sura Ali İmran 159. ayetning bir qismi. 88. bab Buhran urushi. Peygamber aleyhisselam Beni Sulaym'dan bir top kishilarning Madinani talon-taroj qilish uchun kelayotganligini angladi. Peygamber aleyhisselam Madinada o'rniga Abdullah ibn Maktumni qo'yib, sahabalaridan 300 kishi bilan Jamadiyal avvalning 6-kuni ularga qarshi atlandi. Peygamber aleyhisselam Buhran degan joyga yetib borganda düşmanlar tarqalib ketgan edi. Urush bo'lmay Peygamber aleyhisselam qaytib keldi. 89. bab qo'shin avatish. Quraysh xalqi Madina orqali Shamga boradigan savdo yo'lining to'sqinlikqa uchraganligini ko'rib, o'zlarining tirikchilik manbasi bo'lgan savdodan quruq qilishga chiday olmay, bir karvonni Iroq orqali Shamga yo'lga soldi. Bu karvonga Quraysh qabilasidan Abu Sufyan ibn Harb, Safvan ibn Umayya, Huvaytib ibn Abdul Uzzalar boshchilik qiladi. Peygamber aleyhisselam bunundan xabar tepib, Zeyd ibn Harisa boshchiligida 100 odamni Jamadiyal